Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününlərə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyghur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultayının bayonatçısı və Qurultay Berlin işxanasının direktoru G'ayri Qurban, Amerikada aktiv fəaliyyət elib beriyotgan Uyghur Hərəkəti Təşkilatının qurğucusu Rushan Abbas və Uyghur Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Abdulhakim İdrislardan tərkib tapqan Uyghur heyəti Amerikanın Germaniyada turuşluq baş elçisi Uyghur dostu Ami Gutman xanımның məxsus təklifi bilən 29 iyun günü Amerikanın Berlindəki baş elçixanası tərəfindən ötküzülgən Amerika Müstəqillik gününü təbrikləş bayram fəaliyyəti qatnaşıb Germaniyanın yuqarı dərəcəlik hökumət əməldarları, hər qaysı əllərinin Berlində turuşluq baş elçiləri, Germaniyadakı hər qaysı siyasi partiyalarının məsulları bilan görüşüb söhbətləşib fürsətinə erişdi. Dolqun Eysa başçılığındakı Uyghur heyətini baş elçi Ami Gutman xanım şəxsən qızğınlıq bilan kütüb aldı. Dolqun Eysa əpəndim baş elçiga qılğan sözüdə Amerika Qoşma Ştatının müstəqillik gününü bütün Şərq Türkistan xalqı nomidan qızğın təbriklaydiganlığını ifadə qilish bilan birgə Amerika hökumətinin hazır qədər Uyğurlarga ko'rsatib kelgan zo'r darajadagi g'amxo'rligiga alayda minnatdorlik bildirdi. Amerikanın Germaniyadagi baş elchiligi tarafidan bundan 20 necha yil burun Berlinda ta'sis qilingan Amerika Akademiyasida o'tkazilgan tabriklash faoliyatiga har qaysi ellarning Berlindagi baş elchilarini o'z ichiga olgan necha yuzlagan yuqori darajalik arbob qatnashdi. Bularning ichida Germaniyaning muavin baş ministri va qo'shimcha moliya ministri Christian Lindner apandimi bor bo'lib, u faoliyat jarayonida Dolqun Eysa apandim boshchiligidagi Uyg'ur heyeti bilan maxsus ko'rishib suhbat elib bordi va ular bilan xotira uchun suratga tushdi. 1776 yili 7 ayning 4 kuni Amerikada Angliyaning mustamlikasi ostidagi 13 mustamlika rayoni birlashib mustaqillik xitobnomasini e'lon qilgan va hozirgi Amerika Qo'shma Shtatlarini qurib chiqqan edi. Amerika davlat bayrog'idagi oq va qizil ranglik 13 siziq 13 mustamlik rayonga, 50 yulduz bo'lsa Amerikadagi 50 shtatga vakillik qiladi. Amerikada va chet ellardagi Amerika elchixonalarida hozirdan boshlab Amerikaning mustaqillik bayrami qutlanishga boshlandi. Aslida o'zi bir qonunshunos va diplomat bo'lgan Ami Gutman xonim 2022 yili 2 ayning 17 kuni Amerikaning Berlindagi bosh elchisi bo'lib atangandan buyon Uyg'urlar masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lib keldi. Bu jarayonda Dünya Uyghur Qurultayining Berlinda Uyg'ur erki qirg'inchiligi namoyon qilingan rasm ko'rgazmasining echilishiga yaqindan moslashdi. Qurultay va Uyg'ur harakati tashkiloti bilan birlikda Amerika bosh elchixonasida bir qancha qitim Uyg'ur masalasi haqida suhbat va muhokama yig'inlari uyushtirdi. Bu qitimqi mustaqillik kuniga Xitoy bosh elchisining qatnashib-qatnashmaganligi noma'lum. Ammo Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqun Eysa boshchiligidagi Uyg'ur hay'atining bu ma'rakaga alohida taklif qilinishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultayı 27 iyun günü məxsus axbarat e'lon qilib, Dünya Uyghur Qurultayı, Yaponiya Parlament Uyghur Dostluq Gruppasi, Yaponiya Uyghur Cəmiyyəti, Xalqara Parlamentlar Birligi, Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentlar birligi qatorliq o'rinlar birlikda bu yil 10 ayning 30 kundan 31 kunigacha Yaponiya parlament zalida Yer shari parlamentlar yig'ini nomli zo'r tipdagi muhokama yig'ini o'tkazganligini e'lon qildi. 2022 yili 11 oyda chaqirilgan 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayidan keyin Qurultay rahbarlik heyeti har qaysi ellardagi Uyg'urlarni qo'llayotgan parlament a'zolarining qatnashishida Uyg'urlar masalasi haqida xalqaro parlamentlar yig'ini o'tkazish haqida maxsus qaror qilgan va Qurultay markaziy ishxonasiga har qaysi parlamentlar bilan Qurultay o'rtasidagi munosabatlarni saqlaydigan maxsus bir chet ellik kasbiy xodim butun kunlik xizmatga qabul qilinib, mazkur xalqaro yig'inning tayyorlik xizmatlari rasmiy boshlangan edi. Qurultayning bu vaqtda e'lon qilgan axborotida ko'rsatilishicha, bu qitim Yaponiyada o'tkazilgan parlamentlar yig'iniga Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Belgiya, Yevropa parlamenti qatorliq parlamentlarda qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhlarining a'zolari har qaysi parlamentlarda Uyg'ur erki qirg'inchiligi haqidagi qarorlarning qabul qilinishida boshlamchilik va yetakchilik rolini o'ynagan parlament a'zolaridan bo'lib, 160 nafardan ortiq avom va kengash palata a'zolari taklif qilingan bo'lib, taklifnomalar hozirdan e'tiboran yo'llanishga boshlagan. Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga yurgizayotgan erki qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarni qanday to'sib qilish masalasi nuqtaliq muzokara temasi qilinadigan mazkur yig'inga yana xalqaro tonilgan qonunshunoslar, Uyg'urlar masalasi haqida tadqiqot elib berayotgan chet ellik mutaxassislar, siyosiyonlar, diplomatlar va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonli kishi taklif qilinadi. 28 iyun günü Angliya parlamentidagi qirg'inchilikning oldini olish parlamentlar birligi, Xalqaro advokatlar jamiyati va Xalqaro parlamentlar birlashmasining Angliya guruhi birlikda Angliya parlamentida Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik temasida maxsus muhokama yig'ini o'tkazdi.
Mazkur muhokama yig'iniga Angliya parlament a'zosi Chris Lowe, Dunyo Uyg'ur qurultayi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim, BBC xabar agentligida 30 necha yil xizmat qilgan David Kampanali va umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan vijdon mahbusi Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom qatorliqlar doklad taqdim qiluvchilar sifatida alohida taklif qilindi. Rahima Mahmud xonimning bildirishicha, bu qitimqi yig'inda 2016-yildan buyon Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid shuncha ko'p faktlar va dalil isbotlar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilikning yana davom qilayotganligi maxsus muhokama temasi bo'lgan. David Kampanali o'zining BBC xabar agentligida ishlagan 30 necha yillik xizmat tajribasiga asosan BBCni o'z ishiga olgan xalqaro taratqularda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida yetarli xabar berilmaganligini ta'kidlagan. Javhar Ilhom bo'lsa o'zining Bejingda o'sib yetilish jarayonidagi kechirmishlarini, dadisi uchirgan adolatsizliklarni anglatish orqali Xitoy hukumatining burundan tortib Uyg'urlar qarta kamsiz siyosatini yurgizib kelganligini, bu qirg'inchilikning yaqinqi yillarda o'tirg'i chiqib qolgan hodisa bo'lmasdan, balki necha asrlik zulmning yuqori davomi va yuqori pallasi ekanligini eskartgan. Javhar Ilhom yana Angliya hukumatiga Xitoyning Uyg'urlar qartayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishda qo'llanishga tegishli tadbirlar to'g'riliq tuvandikidek takliflarni bergan. Birinchidan, Angliya hukumati o'xshash fikrdagi davlatlar bilan hamkorlashib, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning qurbonlariga aylanayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi musofir Uyg'urlarni makonlashtirishi kerak. Ikkinchidan, Xitoy hukumatining Angliyani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi mamlakatlaridagi Uyg'urlar qilayotgan parakandchiliklari va davlat xalqini bostirishlarini to'sish kerak. Üçüncüden, Angliya hukumati önümlü qonun chiqarib, Uyg'ur majburiy emgakini o'z ichiga olgan barliq majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Angliya bozoriga kirishini cheklashi va Uyg'ur rayonidagi majburiy emgakka chetishlik bo'lgan barliq shirkatlarning javobgarlikka tortish kerak. Javhar Ilhom so'zining oxirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining texnik davom qilayotganligini tilga olib, dunyoning bugungi kundami irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasining o'tirg'i chiqishiga sabab bo'lgan Yahudi cho'ng qirg'inchiligi va boshqa irqiy qirg'inchiliklardan dars olmaganligini ta'kidlagan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish va Uyg'urlarning adolat talab qilishida xalqarada Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi siyosatlarining irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilishi birinchi qadam bo'lgan bo'lsa, Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aloqador siyosatlarni tuzishga va uni ijro qilishga mas'ul Xitoy davlat apparati va xodimlarining javobgarlikka tortishi yana bir muhim bosqich hisoblanadi. Xalqarada Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati ustidan qonuniy javobgarlikka tortish tashabbusi kuchayotgan bo'lsa-mu, har sohaning yanada Uyg'ur rayonidagi keng ko'lamlik vahshiylikni sodir qiluvchilarga oid yanada tafsiliy, ishonchlik dalillangan isbotlarga muhtoj bo'layotganligi ma'lum. Ana shu bo'shliqni to'ldirishni nishon qilib, yaqinda muhojiratga bir turkum ko'p tillik va saviyalik Uyg'ur tadqiqotchilar tomonidan qurilgan Uyg'ur huquq nazoratchisi URM guruhi yaqinda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikning sistema, funksiyasi hamda nuqtaliq javobgar ijrochilar haqida doklad tayyorlab chiqqan. Yaqinda Medium torida e'lon qilingan Uyg'ur qirg'inchiligining binokorlari sistemalik bostirishning orqasidagi Xitoy hukumat organlari nomli dokladning tonishtirish qismida Xitoy hukumatining 2016-yildan boshlab Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni shiddat bilan kuchaytirganligi ixcham tushuntirilgan. Dokladda Xitoyning xohlagancha keng ko'lamda tutib turish va turmaga solash, majburiy emgak silish, majburiy tug'mas qilish, oilalarni ayirish, madaniyatni assimilyatsiya qilish, madaniyatni qasddan yo'qotish, chet eldagi Uyg'ur va boshqa turkiy guruhlarini davlat xalqiga bostirish qatorliqlarini o'z ichiga olgan sistemalashgan siyosatlarni tang qadamda yurgizganligi dalillar orqali ko'rsatilgan. Bu dokladga tonishtirish qaraganda, mazkur doklad Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizayotgan hukumat qurilmasini tushunishga yordam berdi. Dokladdagi tadqiqotning xulosasi shuki, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini planlash, qaror chiqarish va yo'l qo'yishga qatnashgan yuqori darajalik amaldorlar asosligi Xitoy Kommunist partiya komiteti, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatida xizmat qiladi. Dokladda deyilishicha, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatida sistemalik huquqqa daxl taruz qilish planlangan, tashviq qilingan, yo'l qo'yilgan bo'lib, markaziy rayonlik va yerlik hukumat organlarining qo'llashiga erishgan. Bu dokladga ismi va arxiv kirgizilgan, navbatda vazifa o'tayotgan va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatlarini ijro qilayotgan 14 nafar Xitoy amaldorining ichida faqat 3 nafarga Magenstga qonun orqali oshkora jazo e'lon qilingan ekan. Doklad ko'rsatilishicha, 2021-yil 22 mart Amerika Moliya Ministerligi Tashqi mulkni kontrol qilish ishxonasi Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish Bingtuani partiya komitetining kotibi Wang Junjing va Xinjiang jamoat xavfsizlik idorasining mudiri Chin Minggo'ga jazo bergan. Dokladda qayd qilinishicha, garchi hozirgacha irqiy qirg'inchilikqa mas'ul bir qancha shaxs va organga yer shar Magenstga qonun orqali rasmiy jazo e'lon qilingan bo'lsa-mu, bular yanada yetarli emas ekan.
Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.